Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga Raycenter rayon soliq inspeksiyasining yanında joylashgan umumiy maydoni 230 metr kvadrat bo'lgan do'konlar uchun, aynan studiya, ofislar uchun mo'ljallangan pomesheniyamizni ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bunda Marjona supermarketi shundan sal o'tganning o'ng qo'lda bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Ushbu yo'lda 19 marshrutkasi o'tadi, hamma biladi. To'rimizda rayon gazdara, bunda esa texnomobil do'koni bo'ladi. Shuni to'g'risida hozir sizlar ushbu pomesheniyamizni obzor etib beraman. Prixoshkasini ega o'zini giraverishda bemalol ildilari keng tashalgan, bemalol mashinalaringizni parkovkaga qo'ysangizlar bo'ladi va albatta bozor yoki kichkina magazin aytaman desangizlar ildilari keng bo'ladi. Aynan giraverishda shunday katta место kutib oladi bizani. Yana qaranglar, ne degan katta место. Pastlar ham burchatga qilingan. Xohlasangizlar sizlarga kafel urib beriladi. Divorlarimiz asvejit qilib, oppoq qilib beriladi. Patologlarimiz ham ledlar o'rnatilib, tayyor qilib foydalanishga beriladi o'rtoqlar. Bundan tashqari o'zini ofisi yoki bo'lmasam razdivalka hisobida foydalansa bo'ladigan xonasi ham mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda esa kuxnisi bo'ladi. Aytganimdek, ushbu obyektimiz egasi tomonidan 100% ta'minlab beriladi. Bu yerda esa tualet, dushi bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu yerdan aynan tashqariga chiqish uchun foydalanilgan, ya'ni shunday местоsi ham bor. Bemalol bu tarafdan kelsangizlar, vajlaringizni tushirib foydalansangizlar bo'ladi. Yengina место, yana ko'rishlaringiz mumkin. Katta o'zini parkovkalarni ham orqa tarafdan ham, masalan, gruzovoy yoki bo'lmasa har xil narsa tashig'anda udobniy, shundan to'g'ri kirgizib foydalanishlaringiz mumkin. Ushbu pomesheniyamizni sizlarga narxlari qiziq bo'lsa, bemalol shu telefonlarga telefon urib, qiziqib so'rashlaringiz mumkin. Har qanday yo'nalish bo'yicha biznes yoki tijorat maqsadlarida bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, ko'rib, o'zingiz maslahatlashib, egasi bilan ko'rishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsatgan pomesheniyamiz tekin reklama asosida videoga olindi. Agarda sizlar ham shunday reklama xizmati kerak bo'lsa, bemalol telefon uraveringlar. Reklamalarimiz vaqtinchalik tekin bo'ladi. Kanalimiz rivojlanishi uchun iltimos bir like va podpiskani bosib qo'yinglar. Kolokольчикni ham yoqib qo'yinglar. Hammangizni Arzonchi bozor kanalimizda kutib qolamiz.